Assalomu alaykum akalar. Bunaqa yomg'irli havoda sizlar uchun haqiqiy yomg'irga mo'ljallangan elektron skuterlarimiz. Ikkovi ham 3 xil darajali bo'ladi. Oldi mordalarni o'zingizdan ko'rish mumkin. Oldi faralari ham o'ta ham chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Bu skuterlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Kattasini akkumulyator miya motorlari, 1200 vatli miya motor, akkumulyatorlar 32 vatli akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan. Tablo qismlarini o'zingizdan ko'rish mumkin. Tablo qismlari ham o'ta ham chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Zapaska pul, zapaska kartlar ham mavjud, o'zingizdan ko'rish mumkin. Kichkina sahada ma'lumot beradigan bo'lsak, 20 akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Miya motorlari 1000 vatli qilib ishlangan bo'ladi. O'zingizdan ko'rish mumkin akalar. Uni ham yurish kilometri bemalol 70 kilometrgacha yuradi. Orqasi to'plangan qanaqa chiroyli qilib ishlab qo'ygan. Diskalarni qarang. Diskalar ham o'ta ham chiroyli qilib ishlab qo'ygan. Ikkoviga ham bemalol, bunisiga 3 kishi, bunisiga 2 kishi o'tirib ketadi. Oldi yerda boshqalarni qo'yib olsalar, ular ikkovini ham sidinasini tagida o'zini joylari mavjud akalar. Ikkita yonga salaf ham beramiz. Salaflar yopib bemalol yomg'irli havoda ham, qishda ham, yozda ham yursalaring bo'laveradi akalar. Akalar pastki nomerlarga telefon qilib bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol pastki nomerlarga telefon qilib kelaverasizlar. Ikkovida ham nalichida sotuvda bor akalar. Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar.